Salom. Salom. Qalaysiz? Yaxshi. Ismingiz nima? Muhammad. Assalom. Qalaysiz? Yaxshi. Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Amira. Shu ismingiz chiroyli. Meniki Zulfizar. Assalom. Qalaysiz? Yaxshi. Ismingiz nima? Muhammad Amin. Muhammad Amin. Meniki Zulfizar. Tanishganimdan xursandman. Salom. Salom. Qalaysiz? Yaxshi. Ismingiz nima? Shabnam. Shabnam. Uncha chiroyli ismingiz kim qo'ygan bu ismni? Nanam. Oyingiz qo'yganlarmi? Muhammad kartoshka yuradimi? Yuradi. Qayerlarga yuradi? Qanaqa yuradi? Sakrab. Sakrab yuradimi? Bog'cha borasizmi? Yo'q. Bormaysizmi? Yo'q. Uygamisiz? Uyga o'tirasizmi? Ha? Kim bilan o'tirasiz uyga? Nanam, dadam. Necha yoshsiz, Amira? 6. Maktab bormaysiz hali? Bog'chaga boraman. Bog'cha yaxshimi? Nima qilasiz bog'chada? Bog'chaga dars qilaman. Dars qilish yaxshi ko'rasizmi? Nima darslar qilasiz? Ustozim beradilar. Kitob ham o'qiysizlarmi? Amira, nima uchun kitoblar og'ir bo'ladi? Chunki varaq ko'p. Shu uchun og'ir bo'ladi-da. Kitoblarning ichida nima bo'ladi? Harflar bo'ladi. Harflar og'irmi? Harflar og'ir emas. Bog'cha borasizmi? Necha yoshsiz? 5 yoshmi? Qaysi bog'cha borasiz? Do'yim. Ikkinchi bog'chaga borasiz. Nechta farzandsizlar oilada? 2ta. Aytib beringchi kimlar? Nanam. Onangiz nima ish qiladi? Nanamni? Pasida hayvonlar, patikalarni artdilar. Patikalarni taxlaylar. Yana nima ish qiladilar? Qayerda ishlaydilar? Spirallar havni. Yana nima ish qiladilar? Qayerda ishlaydilar? Ko'chaga ishlaylarmi? Biror ish qiladilar? Nima ish qiladilar? Blogerlar. Blogerlarmi? Dadangiz nima ish qiladi? Dadamni? Dadam suvchilar. Suvchilarmi? Dadangiz ismlari nima? Mamur. Kimni yaxshi ko'rasiz ko'proq? Nanam. O'zingizni yaxshi ko'rasiz? Muhammad. Suzishni yaxshi ko'rasizmi? Cho'milishni, suzishni. Yaxshi ko'rasizmi? Suvga o'siraman. Baliqlarni bilasizmi? Bilaman. Baliqlar qanaqa bo'ladi? Rangimi? O'zi qanaqa bo'ladi? Farqi yo'q, rangimi, o'zimi? Jolt. Jolt. Sariq bo'ladimi? Sariq. Ular nimaga jahldor bo'ladi, bilasizmi? Nima uchun jahldor bo'ladi baliqlar? U ikkalasi jang qiladi. Ikkita baliq, ikkita. Buni baliq. Ko'p baliq. Ko'p. Necha yoshdasiz? 5. 5 yoshmi? Men barmog'imga sig'maydi, men necha yoshda ekanligim. Maktabda nima ovqatlar bo'ladi? Ikkinchi ovqat bo'ladi. Birinchi ovqat bo'ladi. Uyda nechta farzandsizlar, Amira? 2ta. Siz va yana kim? Uka. Ismi nima? Muhammad. Uni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rasizmi Muhammadni? Urush qilib turmaysizlarmi? Opangiz bilan urush qilib turasizmi? Nima uchun urush qilasizlar? Buni berdingmi yo'q dedi. Buni berdingmi yo'qmi dedi. Mana unga kimni bermayman, igrushkamni bermayman. Urush qilasizlarmi? Urasizlarmi bir-birlaringizni? Uramiz. Keyinchi? Keyin gira qilamizda bizni urishadilar. Yolg'on gapiring. Urush qilasizlar, hozir aytdi-ku Muhammad. Muhammad yolg'on aytadi. Yolg'on gapiradimi? Urush qilmaysizlarmi? Yaxshi. Sochlaringiz buncha chiroyli. Nanam qilganlar. Onangiz qilganlar. Kimlar yashaysizlar uyda? Dadam, men, ukam, nanam. Bog'chada o'rtoqlaringiz bormi, jo'ralaringiz bormi? Kim ularning ismi? Jo'ram. Kim ismi? Ismi bormi jo'rangiz? Nima ismi? Ana sizniki Muhammad, meniki Zulfizar. Ularning ismi nima? Kimlar yashaysizlar uyga? Uyga kimlar yashaysizlar?
Apam, nanam, apam. Sizmi? Muhammad. Nima qanaqa ovqatni yaxshi ko'rasiz? Şurpa, Sho'rpani. Qanaqa hayvonlarni yaxshi ko'rasiz? maymun. Maymun nima uchun? Maymun banan yedi. Shu uchun yaxshi ko'rasizmi? Ha, banan ber. Maymuningiz bormi uyda? Nechta bor? Bittami? Unga banan berasizmi? Nechta berasiz banan? 5 ta banan berasizmi bir kunda? Ko'p banan yeganda. Shabnamxon, siz katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Samolyotchi. Styardessami? Styardessa bo'lib nima qilasiz? Pul ishlayman. Ha, yana nima qilasiz? Keyin nima qilasiz u pullarni? Hammalarga bilet beraman. Nima ovqat qilishni yaxshi ko'rasiz? Kartoshka. Shabnam, opanggizni yaxshi ko'rasizmi, ukangizni? Nimaga? Nimalar qilasiz ukangiz bilan? Uxlataman. Yana nima qilasiz? Kartoshka o'tirqizaman. Aha, Uxlataman. aha, Turqizaman. aha. Ovqat ham yedirasizmi? Onangiz qaramaylarmi ukangizga? Qaramaylarmi? Nima uchun? Chunki nanam ishlaylar. Faqat siz qaraysizlar? Muhammad, Ha? nechta farzandsizlar oilada? 2. Kimlar bor? Aytib beringchi. Nanam, dadam, amakim, akam. Sizlar, ana sizlar ikkita nechta bo'lasizlar? Nanangiz bilan dadangizga nechta farzandsizlar? 2 ta. Kim bor sizdan boshqa yana? Jo'ralar. O'rtoqlaringiz bormi? Siz bilan birga yashaydi-da ular? Ha. Nima qilasizlar ular bilan? Biz qilamiz, dars qilamiz. Uyingizlar keyin dars qilasizlar? Ha. Kraska ham qilamiz. Jo'ralaringiz uyi yo'qmi? Bu Nima uchun ular siz uyingizda yashaydi? mana uyimga yo'q, o'zini uyiga yashaydi. Bo'xshamga. Ha, bog'changizga yashaydi. Siz uyda opangiz, ukangiz bormi? Kim? Apam mana, akam Akbar. Apasi bor Rayhona, mullama yashaydi. Mullam borlar, amakam bor. Dadam Pishirishni bilasizmi? bilaman. Qanaqa ovqatlar pishirib bilasiz? Kartoshka. Qovurib bilasizmi? Rostdan. Kartoshka pishirib bilasizmi? Qanaqa kartoshka pishirasiz? Kartoshka O'sha fry. sakrab yurgan kartoshkani pishirib bilasizmi? Ha? Kartoshka fry pishirib bilaman. Zo'rsiz, buncha zo'r. Qarang, qanaqa hayvonlarni yaxshi ko'rasiz? Yaxshi ko'rasiz. Qanaqa hayvonlar? Jirafa. Jirafa. Nima uchun? U katta. Shu uchun yaxshi ko'rasiz. Jirafangiz bor-a? Bor hayvonlar. Legoning ishiga. Ha, Legoning ichiga. Tiriga bormi jirafani uylaringizda? Bor-a? Nima qilasiz? Unga qanaqa ovqatlar berasiz? U aqu yemaydi. Yemaydimi? U sho'rva yeydi. Sho'rva yeydimi? Yaxshi. Muhammad, menga savolingiz yo'qmi? Bor. Aytingchi, nima savolingiz bor? Dadamni tug'ilganni biz o'rniga qo'ygan. O'rni. Rasmga tushgan. Dadangiz to'y bo'lganlar rasmga tushirib o'ynagan. Ha, nanam dadam. Sizlar bo'lmaganmisizlar to'y? Men nanamni ishkamasiga bo'lgan. Ishkama shuma budagi men nanayman. Qayerda bo'lgansiz? O'zbekcha. Uyga. Ha, siz to'y payti uyga bo'lgandasiz. Sizni to'ylarga olib ketmaganlar, ha? Xafa bo'ldingizmi? Kecha obozga ketganman, yozga. Kecha cho'milishga ketdingizmi? Dadam bilan. Mashin. Qarang, dadangiz bilan nanangiz to'ylariga siz etmaganmisiz? Itgan? Boruvdingizmi siz ham? Nima qildingiz dadangiz bilan onangiz to'ylariga? O'tirdingizmi? Ular nima qildilar? Ular rasmga tushdilar. Men ko'rib o'tiribman. Siz ko'rib o'tirdingiz, ha? Opangiz ham boruvdimi?
Opayız nima qildi? To'yda. O'tirdi u ham. O'tirdimi? Yaxshi. Bog'chada eng yaxshi ko'rgan do'stingiz bormi? Bor. Kim? Ruslan. Qizlardanchi? Yo'q. Nimaga? U qizlar u yoqqa kelmaydi, bitta qiz. Bitta qiz boradi. Bo'lmasa qizlardan do'stingiz yo'q-da bog'chaga. Qizlar yo'qsa, jo'ralarim bor. Jo'ralaringiz bilan nima o'ynaysiz? Игрушка qilamiz, risovani o'ynaymiz, dars qilamiz, keyin raskraska qilamiz. Siz kitobni yaxshi ko'rasizmi? Kitob o'qib bilasizmi? Qanaqa kitoblar o'qiysiz? Musulmonlar. Kitoblar nima uchun og'ir bo'ladi, bilasizmi? Nima uchun og'ir bo'ladi kitoblar? Kechga og'ir bo'ladi. Nima uchun? Muhammad, kiyinishni yaxshi ko'rasizmi? Qanaqa kiyimlarni yaxshi ko'rasiz? Dadaysiz telefonlarda nima bor? Multik bor, Telegram bor, Yana nima? video bor, rasm bor. Onangiz telefonlarda nima bor? Hamma narsa bor. Nima bor? YouTube bor, rasm bor, video bor. Siz chiroylisiz. Chiroylisiz, ha? Ha. Kimga o'xshaysiz? Nanamga. Onangizga o'xshaysizmi? Chiroyli ekansiz. Qushlarni bilasizmi, qushlarni? Qanaqa qushni yaxshi ko'rasiz? Oqni. Oq qushni yaxshi ko'rasizmi? Oq qushlar nima qiladi? Oq qushlar ovqat yeydi. Yana nima qiladi? Osmonlarga uchib ketadi. Mevalarni yaxshi ko'rasizmi? Qanaqa mevani yaxshi ko'rasiz? Yaxshi ko'rasiz, mazza qilib. Olmani. Olmani yaxshi ko'rasizmi? Olma bo'lganingizda nima qilardingiz? Hech nima. Sizni yeb qo'yishsak. Nima qilardingiz olma bo'lganingizda? Quyosh kattami, oy kattami? Oy. Oy kattami? Dugonalaringiz bilan maza qilib o'tirasizmi bog'chada? Ular bilan urushmaysizmi? Eng yaxshi ko'rgan dugonangiz kim? Xadicha. Xadicha bilan o'ynaysizmi? O'g'il bolalardan do'stingiz bormi? Yo'qmi? Xo'p. Amira, nima ovqat pishirishni bilasiz? Grechkani. Grechka pishirib bilasizmi? Pishirganmisiz? Necha marta pishirgansiz? Bir marta. Dadangiz bilan nanangizni yaxshi ko'rasizmi? Nima bor ularning telefonlarida? Rasmlar bor, YouTube'lar bor. Ukam ko'radi. Siz ko'rmaysizmi? Nima uchun? Chunki meni darsim bor. Siz dars qilishni yaxshi ko'rasiz-da. Yer shari bor-ku, yer shari. Bilasizmi yer sharini? Biz qayerda yashaymiz? Men, siz, hamma insonlar qayerda yashaydi? Buxoroda. Buxoroda yashaydimi? Buxoro qanaqa? O'zbekiston. O'zbekistonmi? Ha, Buxoro demak O'zbekistonda joylashgan, shunaqami? O'zbekiston qayerda? Yerda. Yerdami? Yer shari qanaqa? Quyosh kattami, oy kattami? Mana. Ha, onangiz kattalarmi? Quyoshdan ham oydan ham kattalarmi? Yaxshi. Qarang, yomg'ir bor-ku, yomg'ir. Osmondan yog'adi. Shildir yog'adi, to'g'rimi? Qor yog'adi, to'g'rimi? Qayerdan yog'adi o'sha? Osmondan. Osmondan yog'adi. Siz qaysi birini yaxshi ko'rasiz? Qordimi, yomg'irmi? Qordi? Nima qilasiz qor bilan? Qarang, meva bo'lish kerak bo'lganda qaysi meva bo'lgan bo'lardingiz? Olma. Olma bo'lardingiz, ha? Olma bo'lsangiz nima qilardingiz? Odamlar meni yeydi. Yeb qo'yadimi? Siz shirin bilasiz-da? Mazali bilasiz-da? Hozir ham shiringina ekansiz. Dadangiz nima ish qiladilar? Dadam uxlaydilar, keyin ishga ketadilar. Siz dada bo'lganingizda nima qilardingiz Amira uchun? Keyin uyga uxlardim. Faqat uxlaysiz, ishga ketasiz, uxlaysiz, ishga ketasiz, tamommi? Xo'p. Qaysi ovqatlarni mazza qilib yeysiz? Grechkani. O'zingiz pishirib, o'zingiz yeysizmi? Menga ham berasizmi? Olib kelmadingizmi hozir? Ertaga olib kelaman. Ertaga olib kelasizmi? Xo'p. Yomg'ir yaxshimi, qor yaxshimi? Qor.
Qor qayerdan chiqadi? Qor tepadan chiqadi. Qorni yaxshi ko'rasizmi? Qordan nimalar qilasiz? Xadicha bilan o'ynaman. Qorgami? Ustozim chiqardilar. Hammaga ketdik deydilar. Ko'cha, keyin o'ynaymiz. Ustoz yaxshimi? Yaxshi ko'rasizmi ustozni? Nimalarni yaxshi ko'rib qilasiz? Nimalarga qiziqasiz? Aytib bering menga. Darslarni, Darsdan boshqa yana nimani yaxshi ko'rasiz? posуда yuvishni. Idishlarni siz yuvasizmi? Uyda hamma idishni siz yuvasizmi? Men hamma pastalarni yuvib charchab ketdim. Har doim idishlarni siz yuvasiz-da? Sizga yuvdiradilar-da. Uydagilar boshqa hech kim yuvmaydi, idishda. Kirani ham siz yuvasizmi? Kimlarni kirini yuvasiz? Dadamni, nanamni, ukamni. Qo'lingizga yuvasizmi? Yana nimani qilasiz uyda? Qanaqa ishlarni qilasiz? Igrushkalarni yig'ishtiraman, o'yinchoqlarni. Chaqqon qiz ekansiz, ha? Ko'ylagingiz yoqdimi o'zingizga? Qayerdan oldingiz? Mana bu yerdan. Shu yerdami? Kimlar yashaysizlar uyda? Bobom, katta bebim, kichkina bebim, nanam, opam, ukam, man. Shabnam, hozir bog'chaga boryapsizmi? Maktabga. Maktabgami? Katta qiz ekansiz-da. She'r bilasizmi? She'r. Bizga bitta qo'shiq aytib bering. Ha, hozir. Мама моя мама, красивая моя мама. Сегодня моя мама пришла, летом мама не пришла, потому что мама моя и папа тоже. Bu qo'shiqni kim yozgan? Mama. Siz yozganmisiz? Muncha zo'r qo'shiq yozar ekansiz. Kim o'rgatgan sizga qo'shiq yozishni? O'zim. O'zingiz o'rganganmisiz? Sabzi qanday yuriydi? Sabzi. Ustida yuriydi. Ostosta yuriydimi? Sizlar uyda sabzi bormi? Qanaqa sabzi bor? Piyoz. Piyoz bor? Piyoz bilan sabzidan ovqat qilsa bo'ladimi? Bilmaydi. Bo'lmaydimi? Siz ovqat qilishni bilasizmi? Nima ovqatlar qilasiz uyda? Kartoshka. Yana-chi? Sho'rva. O'zingiz pishirasiz-da. Boshqa hech kim pishirib bermaydimi? Hech kim pishirib bermaydimi uyga? O'zingizga o'zingiz ovqat pishirasiz-da. Onangizga yordam berasizmi uyda? Yordam beraman. Nima ishlar qilasiz? Hamma pishiraman. Oho, yana? Pastalarni yuvaman, pastalarni. Botinkalarni artaman. Botinkalarni. Opangiz qilmaydimi ishlarni? Opangiz bilan urushib turasizmi? Nima uchun urishasiz? Yer shar globusni bilasizmi? Globus? Bilmayman. Bilmaysizmi globusni? Quyoshni bilasizmi? Bilaman. Oyni bilasizmi? Bilaman. Ushlaganmisiz oy bilan quyoshni? Ushlaganmisiz? Oyga chiqqanmisiz? Chiqqanman. O'qibas nanam bilan chiqqanman. Basseynam bor. Oygami? Cho'milganmisizlar keyin? Bassengami? Soat borku Muhammad, soat. Soat bilasizmi? Necha vaqtga turadi soat? Opangiz bilan urushib turasizmi? Nima uchun urushib qilasiz? Bu uradi-ku mana. Siz urasizmi? Siz ham kim urasizmi? Kiyinishni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Nima kiyimlarni yaxshi ko'rasiz? Ana, chorli kiyim. Chorli kiyim yaxshi ko'rasizmi? Ko'ylakcha. Qaysi magazindan kiyinishni yaxshi ko'rasiz? Aynimo. Aynimodanmi? Kiyimlarga kim pul beradi? Men. O'zingiz pul berasizmi? Pulingiz ko'pmi sizda? Pulim bor. Ko'p. Aynimoga beraman. Aynimoga berasizmi pullaringizni hammasini? Kiyinish garderobingiz bormi? Bor. Garderobingizga kiyimlaringiz bormi? Bor. Bormi? Ukangizga qaraysizmi? Qarayman. Nima qilasiz? Garshokka o'tiraman, parpisini almashtiraman.
Ovqatini yediraman, uxlataman. Oho, onangiz qaramaylarmi ukangizga? Nima uchun? Qaramaylar. Men ukani onasiman. Ha, sizda onasi, onangiz qaramaylar-da. Qaramaylar. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.